Assalomu alaykum aziz obunachilar, AgriExport kanalining obunachilari va Tojikiston vinograd obunachilari. Ko'chatlarimiz tayyor bo'lgan. Nomlari ham yozilgan. Lambish. Avatar bor bu yerda. Shayin muslatimiz endi tayyor bo'lyapti. Ko'klab qolgan pashta bu yerda tayyor bo'lganlari bor. Ulkan endi tayyor bo'lyapti. Mana tayyor bo'lgan uni urib beraman. Bu bular tayyor bo'lgan uyi. Mana hosil nishonasi. Bu hosil tashaveradi. Hozir ishlamaydi. Ko'rishingiz mumkin. Dunyodagi eng qimmatbaho qo'llar jumlatdan tagida tayyor bo'lyapti. Keyin bu yoqda ham ko'chatlar tayyor bo'lyapti endi. Endi tayyor bo'lyapti. Xudo xohlasa kattaroq partiyadan tayyor bo'ladi. Mana bu yoqda mana ulkan tayyor bo'lgan. Mana tayyor bo'lgani. Ulkan. Mana bu yoqda bo'lsa Aziya ekan. Aziya holatda bu endi nima bo'lyapti? Quriganlarni olib yana boshqatdan ekamiz. Mana tayyor bo'lib qolyapti. Bu yoqda Kupidon o'zimga olib qolaman. Sotilmaydi. Nirvana bu ham sotilmaydi. Qolganlari mana sotiladiganlar bu yoqda. Bundan ham ko'proq yana tayyor bo'lyapti. Xudo xohlasa sizlarga qolganlarini mana bu yoqda tayyor bo'lganlari kelib olib ketishingiz mumkin. Dastavkalar Real rayonidan boshqa rayonlarga dastavkalarimiz bor. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Bemalol stakanda yil fasli eksa bo'ladi. Salomat bo'linglar. Tashakkur.